C55+. Bu avtomashinalarimizda barchasida bir xil motor, bir xil korobka turibdi. Avtomashina sinalgan, testdan o'tgan motori bu shu kuzovda o'tgan, shu model. Mana shu kuzovda. Shunaqa C55+ da test qilib ko'rilgan. Birinchi turbina o't kuchi 181 ta, 0 dan 100 gacha 7-2 sekundda chiqadi. Avtomashina 5,5 ming oborotda 11 kun to'xtovsiz ishlagan, kilometr hisobiga 52 ming kilometr. Guinness rekord kitobi kirganmi aka? Shunaqa Google'ga yozib ko'rish avtomashinamiz bizda. O'zgardi birdaniga. Da. Motor. Xo'sh, kafolat qarang. 5 yil 150 ming kilometr motor korobkalariga, hadovoy qismiga 70 ming kilometr alohida. Audio sistema va elektron jihozlarga 3 yil garantiyalari bor. 3-o'rinda Nissan, 7-o'rinda Chang'an, Tesla 9, Tesla oqibdi. Mirovoy rekordda sifat bo'yicha muammosiz avtomobillarda 7-o'rinda turibdi. Bugun sizlar bilan chempionlar haqida gaplashamiz do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Chang'an Buxoro avtosaloniga yetib kelganmiz. Nima uchun chempion dedim? Xo'p, 1,5 turbinalar o'rtasida aynan mana shu model chempion bo'lgan. Buni to'liq ma'lumotlarini, narx-navolari hamda to'lov turlari haqida ma'lumotlarni berib ketamiz. Layklar bosib kuzatinglar. Kanalda mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yamiz. Ushbu avtosalonda ishlaydigan otaxon akamiz har doimgidek o'zlari ma'lumotlarni berib o'tadilar. Assalomu alaykum yana bir bor aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Boshlaymiz qanday aka? Yaxshi, rahmat. Chempionni bitta tanishtiraylik. Birinchi aka. Xo'p, qarang. Ko'pchilik kuzatuvchilarimiz bilishyapti. Chang'an ommalashishni boshlayapti. Ko'pchilik trendga chiqyapti Chang'an. Ha. Oldingi videolarimizda yangilik edi bu mashinalar. O'zi ko'pchilik bilishni boshladi. Xo'sh, avtomashinamiz aytib o'tdingiz, 1,5 turbina, 3 ta modelimiz bor. Unity C55+. Bu avtomashinalarimizda barchasida bir xil motor, bir xil korobka turibdi. Avtomashina sinalgan, testdan o'tgan motori bu shu kuzovda o'tgan, shu modelda. Mana shu kuzovda. Shunaqa C55+ da test qilib ko'rilgan. 1,5 turbina, o't kuchi 181 ta, 0 dan 100 gacha 7-2 sekundda chiqadi. Avtomashina 5,5 ming oborotda 11 kun to'xtovsiz ishlagan, kilometr hisobiga 52 ming kilometr. Guinness rekord kitobi kirganmi aka? Shunaqa Google'ga yozib ko'rsa, modelni yozib ko'rsa agar rekord C55+ rekord deb yozsa agar Google chiqarib beradi. Xo'p, endi bu rekord qo'ygan ekan aka. Chang'an Buxoro mashinalariga kafolati qanaqa aka o'zi? Xo'sh, kafolat qarang. 5 yil 150 ming kilometr motor korobkalariga, hadovoy qismiga 70 ming kilometr alohida. Audio sistema va elektron jihozlariga 3 yil garantiyalari bor. Xo'sh, avtomashinaga garantiya shart emas, chunki bu avtomashina bugungi sana bilan 4-fevral bilan kun.uzda ham chiqdi. Dunyo bo'yicha mirovoy rekordda 7-o'rinda turibdi Chang'an. To'g'ri, 7-o'ringa chiqdi. Qarang, shu ko'rsatib o'tamiz. Kuzatuvchilar ko'rishmaganlar bo'lishi mumkin. Gap spoti bilan bo'laversin aka. Shunaqa. Xo'p. Mana bu kun.uz. Mana. Kun.uz rasmiy kanali. Rasmiy kanali 1 million. Xo'sh, endi ofitsial saytiga kiramiz mana shu narsani o'qib ko'rish uchun. Xo'p. Eng kam muammoli avtomobillar 2026 reytingi. Xo'sh, birinchi o'rinda Toyota bo'lsa kerak, har doimgidek. Xo'sh, shunaqa birinchi o'rinda logotiplarni yaxshiroq ko'rsatasiz. Aytdim-ku. Birinchi o'rinda Toyota. Ikkinchi o'rinda bu adashmasam Mitsubishi. Xo'sh, 3-o'rinda Lexus, 4-o'rinda Honda, 5-o'rinda BMW, 6-o'rinda Nissan, 7-o'rinda Chang'an. Xo'sh, Tesla 9, Tesla oxirida turibdi. Mirovoy rekordda xo'sh, sifat bo'yicha muammosiz avtomobillarda 7-o'rinda turibdi. Buni Endi bilmadim yana xalqqa qanaqa mashina kerak. Ketirib qo'ydik. Xo'sh, boshqa masalan brendlar, kirgan brendlar, Haval, Cherry, shunga o'xshash brendlar bilan buni soperniklari bor. Atak sifatini ko'rsatib turibmiz. Xo'p, qanaqa aka endi zborka qayerda bo'lyapti bu mashina? Adayim Jizzaxda o'zimizda. Jizzaxda o'zimizda. Shunaqa, o'zimizda ishlab chiqariladi. Bo'lmaydimi aka? Yo'q, zapchast servisdan muammo yo'q. Dunyo bo'yicha 77 ta dilerda bor ofitsialni dilerligi. Buni necha xili bor aka pozitsiyasi? Bunda 3 xil komplektasiya bor. 299 324 900 va 339 900. Hozirda. Shunaqa, hozir ko'rib turgan pozitsiyamiz full pozitsiyamiz. Panorama tomli, elektron bagajli. Panorama bo'lmaydimi 1-2larda? 1 bilan 2-chi pozitsiyalarda lyuk bo'ladi. Lyuk bo'ladi, oddiy. Shunaqa. 3-da panorama. Xo'sh, elementar narsalarga farq qiladi. Unaqa strash narsasida farqi yo'q. Masalan, motor bir xilmi uchalasi? Motor, korobka, hadovoy, tashqi dizayn, ichki dizayn, balon razmerlar, xo'sh, kuzovni o'zi umuman farq qilmaydi. Sidinalar qanaqa? Bir xil, 181 ta.
181 ot kuchi. Hammasi avtomat bo'ladi. 299.900 degan ham avtomat bo'ladi. Gaz qo'yayotganlar nima deysiz aka? Xo'sh, gaz qo'yayotganlar xohlasalar, mana o'zimiz servisdan garantiyalar asosida qo'yib beramiz. Garantiyadan chiqmagan holda. Gaz qo'yib berasizlar o'zlaringiz. O'zimiz qo'yib ham beramiz. Ha, gap yo'q. Gaz tushadi bemalol. Shunaqa avtomashinani o'zining xarakteristikalari 19 razmer balonda, 7 talik korobkada bo'ladi, variator korobka yo'q bizning avtomashinalarda. Xo'sh, balka ходовой yo'q, barchasi независимый. Oldi McPherson, orqasi независимый, много rычagin bo'ladi, ya'ni ko'p tarmoqli. Xo'sh, 5 kishilik crossover. Shunaqa 5 kishilik gabaritini ko'rib turibsiz. Uzunligi 4.60, eni 1.90, bo'yi 1.70. Bu garatskiy crossovermi yo yo'l tanlamasmi bu? Endi taki baland. Yo'l tanlamasi ham bo'ladi. Endi yo'l tanlamasi sal 4 burchakroq bo'ladi. Privat-a bu? Oldi privat bo'ladi. Lekin 1.6 turbinalardan tez. Ha, zo'r-ku. 1.5 turbinalar ichida olib bo'ladigani yo'q buni tezlik bo'yicha. Qanaqa to'lov turlari bor aka? To'lov turlari persisteni bor. Imtiyozli kredit bor. Рассрочка bor. 3 yilgacha. 36 oygacha o'zini pulini bo'lib to'lash. Рассрочкani eng kam miqdori minimalisi 300%. Bosh to'lovi? Shunaqa. Bosh to'lovi 300% o'z tan narxidan. Boshlang'ich to'lovlari kamroq bo'lsa agar mijozlarni 20% boshlang'ich to'lovlarni chiqarib beramiz. 1.5% 1 yillik kredit bilan. Ha. 30% bosh to'lov qilsanglar, qolganini 3 yilga bo'lib to'lash. Foizlarsiz, peniyalarsiz. Shunaqa. Xohlasalar, masalan, 20% boshlang'ich to'lov qiladilar. 5 yilgacha imtiyozli kredit qilib beramiz, 14%. Avtosalon tomonidan qanaqa bonuslar qo'shib beriladi mijozlarga? Bonuslarni oxirida aytib o'tamiz. Oxirida aytamiz-a? Xo'p. Birorta diler qilib bermaydigan bonuslarni qilib beramiz. Tarixda bo'lmagani? Yo'q, tarixda bo'lmagan, changan dilerlar o'rtasida unaqasi bo'lmagan. Gap yo'q. Unity model pult orqali oldinga orqaga yuratgan model shu. Model shu. Xo'sh, 1.5 turbina, 180 ot kuchimi bu ham? 181 ta ot kuchi, 7 talik korobka, 20 razmerda yumshoq quyma diskalarda, xo'sh. Motor o'shanaqa Blue Core Mazda'niki bo'ladi. Shunda aka, rasxodlar bir xilmi hammasiniki? Xo'sh, qarang. Bu bilan bunday olib qarasangiz hammasi bir xil. Atak bu bilan Unive sal kamroq ichadi. Qancha? O'zi bu 7 ta ichadi. Eng ko'p yeydigani. Bular 6.5 7. Balon katta ekan ancha. Balon katta. Mana shu avtomashinalarimizning barchasi salonni o'zida qanaqa ko'rinishda bo'lsa agar, zavoddan xuddi shunaqa ko'rinishda keladi. Tushunarli. 20 razmerli ekan. Motor qismlari kirishga olib qo'yilgan. 4 talik, ha, kirishga olib qo'yilgan. Mijozlar ko'rish uchun. Masalan, bittasi kirishgali, bittasi bez kirishga. Xo'sh, 4 silindrli turbo bo'ladi. Mana bu nimani alohida sovutadi. Turbinani. Bu narsa yo'q Inamarkalarda. Ha, bunda bormi? Hammasida bor. Boshqa brendda yo'q. Changanda bor. Changanda bor. Qoyil. Turbinani alohida sovutadi. Xo'sh, sistemani o'zini alohida sovutadi. Masalan, vazifasi turbinani sovutish. Bizda turbina ko'pchilik boshqa mashina sovutmaydimi? yo'q, qarang. O'zi turbinani sovutish asosiy sistemasi masla sovutadi. Ha. Maslani sistemani antifriz sovutadi. Ha. Bunga primoy antifrizning o'zi qilingan turbina ko'proq xizmat qilib berish uchun. Turbina umuman qizmaydi. Turbina injiq deyishadi-da. Shuning chempion ekanda. Eshik ruchkalari buniki обычный bo'lsa, buniki boshqacharoq ekan. Pult oldingizda bo'lsa, kelganingiz bilan o'zi ochib beradi, o'tirganingizdan keyin o'zi yopadi. Xo'p, salonda qanaqa funksiyalar bor aka buni? Salonda hozir bu birinchi pozitsiyasi 339 bilan 900. Buni full komplektatsiyasi bor, o'sha pult orqali yuradigan. 359 bilan 900. Hozir bunda luk bo'ladi. Xo'sh, unda panorama bo'ladi. Bu hatchback bo'ladi. Kojani salon ekan bu ham. Hammasi, buni komfortlari yuqoriroq. Hamma yo'g'i bor. Aka, mana shu narsa nima? Har safar shuni ko'raman, so'rashingiz bilan chiqarib ko'ray. Xo'p, u narsa qarang. Salonning ichini, havosini to'liq tozalab beradi. Ko'chada qanaqa havo bo'lsa ham, salonning ichini 100% tozalab beradi. Yo'q-a? Yaxshi ekan. 360 millionlik mashina, 350 millionlik mashinada bu ichki kamera birinchi pozitsiyada bo'lmaydi. Ikkinchi pozitsiyada bor. Ha, salon ichini video oladi, video registrator. O'zining xavfsizligingiz uchun. Hozir tashqarini oladimi bu? Oladi. Orqa oldin. Faqat 360 yo'q. Bunda 360 yo'q. Bitta 360 kamera yo'q, lekin u yo'q tepani oladigan kamerasi bor. Eng birinchi pozitsiyasi. Bu necha pul dedingiz? 309 million 900. Orqa qismlari ham keng. Nima ustunligi bor bu hozir birinchi pozitsiyasini aka? Birinchi qilishiga sabab aynan shu mashinani. Xo'sh, qaysi model bu? Mana shuni birinchi pozitsiyasi. Undan. Farqimi? Ha, xo'sh. ustunligi. Endi qarang, buni ustunligi ko'proq ikkinchi pozitsiyasida, fullida. Ya'ni o'zini o'zi parkovka qiladi.
Pult bilan oldi orqa yuriydi. Xolodilniklar bor. Bunda ham xolodilnik bor birinchi pozitsiyasida ham. Balon razmerlar 20 pul bo'ladi. Endi bu sal hatchback tipida bo'ladi, ya'ni dizayni boshqacharoq. Boshqacha. Bundan ustunlik tarafi u 2025 dizaynda bu, 2025. Bu oddiyroq dizayn. Bu oldingi dizayn. 2024 dizayn hisoblanadi. Bu 2025-2026 dizayn. Mana qaranglar chiroyligini. Xo'p, avtomashinaning narxlarini aytib o'tdik. To'lov usullari bunda ham o'shanaqa. Bir xil hammasiniki. Masalan, qarang. 20% to'lashadi. Xohlashsa rassrochka qilib beramiz 1 yillik. Xohlashsa agar 5 yilgacha imtiyozli kredit qilib beramiz. 25% to'lov bilan. 20% to'lov. 20% to'lov bilan. Masalan, bu mashinaga 340-360 million bo'lsa agar 72 million. 72 million bilan mashinani chiqarib beramiz. Rassrochka deysa, rassrochka imtiyozli. CC 5 modelni birinchi pozitsiyasini 60 millionga chiqarib beramiz. O'zlar kalkulyatorda chiqarib olishadi tan narxidan. Buchi? Endi Unique modelimiz eng katta gabaritli mashinamiz. Bunda ham 1.5 turbina. Yo'q, bu 2 turbina. 2 turbina o'zi. 2 turbina 4x4 rejimida 4x4. 8 talik chista avtomat korobka. Bular 7 talik edi. 5 talik. 5 talik. 5 talik lekin juda katta. Balon razmerli 21. Bu 21 diska balon. Ot kuchi nechta buniki? 226 ot kuchi bor. 226. Bu mashina eng moshni mashinamiz shu. Endi oldilar bo'y, orqalar bo'y, rul, bakoy hammasi qizdirsa U oddiy komfort bo'lovchi. Oddiy komfort ular. Bular uchun oddiy komfort. Sony akustika ekan. Sony akustika orqalarida samferlargacha bor. Bunaqa narsada o'zi qarang. Men sizga statistikani ko'rsatib o'tdim. O'sha Miravoyga 7-o'rinda turibdi. Avtomashinani komfortlari bor. Hozirgi masalan brendlar ichida komfort qolishmaydi. Eng asosiysi sifat. Shunday. Nima uchun Chang'e avtomashinasini tanlashlari kerak? Nima uchun? Masalan, bunda qarang aytib o'taman. Mana shu mashinamizda bunaqa korobka hamma brendda yo'q. Korobkasi? Avtomat korobka yo'q hamma brendda. Kia'da bor. U ham qaysida? Sarento'da bor, Carnival'da bor avtomat korobka. Lekin ularning narxini o'zingiz bilasiz qanaqa. Osmon. Shunaqa. Bu hali Kia'ni brendiga yetmagan O'zbekistonda. Lekin Miravoyda ko'rib turibsiz. Shunaqa. Kia 11-o'rinda. Bu 7-o'rinda. Bu 7da. Sifat jihatdan yuqori, faqatgina hali bizning O'zbekistonda ommalashmagan. Chunki eng oxirgi inomarka bo'lib kirdi. O'sha uchun xudo xolasa hali o'sadi. Ko'rsatamiz. Xo'p, bu qanaqa pozitsiya, necha xili bor? 3 xil pozitsiyasi bor. 409 million 900 dan 489 million 900 gacha. Ikkinchi pozitsiyasi 449 million 900. Bu ikkimi? Bu fulli. Eng fulli. Fulli. Hammasi 4x4mi? Yo'q, faqat ikkinchi va uchinchi pozitsiyasi 4x4. Motor bir xilmi hammasi? Motor korobka, ходовой, tashqi dizayn, ichki dizayn, salonlar, sidenlar barchasi bir xil. Prividga farq qiladi, balon razmeriga farq qiladi, keyin lidar, mana shunaqa narsalarga. To'lov turi bir xil bo'yagi. To'lov turi bir xil. Rassrochka bor. Shunaqa. Tushunarli. Xohlashsa, agar kredit tarixlari buzuq bo'lsa, masalan, qaysidir avtosalonga borib, kredit tarixlari buzilgan, kredit chiqara olmagan bo'lsalar, kelishsin. Xohlagan mashinalarini boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beraman. Imtiyozli kredit desalar, imtiyozli kredit, hatto rassrochkani ham chiqarib beraman. Kredit tarixlari buzuq bo'lsa ham. Rahmat aka. Endi oxirgi model ko'rib chiqamiz, hozirgi shov-shuvda bo'lgan. Shaharda shovqin solayotgan mashinami aka? Shunaqa. Ko'pchilik negativ bildirishdi. 1.5 turbina Malibu bilan tenglashtirmalaring, unaqa qilmalaring kommentariylarni o'qib chiqdim. Qarang, oddiyroq qilib tushuntirib o'taman. Malibu 1.5 turbina, buni saperniki emas. To'g'ri, o'zi ham 1.5 turbina, lekin buni saperniki emas. Malibu 1.5 turbina 7-8 sekunddan 0 dan 100 ga chiqadi. Bu 6 sekunddan 0 ga 100 ga chiqadi. 0 dan 100 gacha. Shunaqa. Stock Malibu Premier 6.3 deb kommentariyada yozishdi ko'pchilik, lekin 6.3 da chiqmaydi. Stock Malibu 6.3 da chiqmaydi Premier ham. Bularga stage qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'ladi. Birinchi stage bilan 236 ot kuchga chiqadi. Birinchi stage bilan. Bu stokki necha ot kuchi? 181 da. 180. Shunaqa. 1.5 turbina Malibu Premierdan zo'r demayapmiz. Sapernik 0 dan 100 gacha, 0 dan 100 gacha Malibu Premier buni bo'lmaydi, 2 turbina bo'lsa ham. To'g'ri, ot kuchi ko'p, lekin olib kelishsin, stok. Tekshiramiz, proshka qilib. Stok holatda qo'yib beramiz mashinani. Gap yo'q. Malibu Premier chunki biz nimaga uverin bo'lib gapiramiz, bundan oldin ham test qilib ko'rdik bu narsani. KB sapernik emas.
2 turbinasi ham. Yo'q. Yo'q, sapernik emas. Chunki biz qo'yib ko'rdik. Video olinmagani? Yo'q, u chiqarilmaydi. Mumkin emas endi. Hozir ovozlarini eshitib ko'ramiz. Hozir bu Stok holatida. oddiy rejimda, eko rejimda turibdi. Xo'sh, eko, smart, Sport bormi? sport normal rejimlari bor. Mana bu yoqda xo'sh, shu выхлопной sistemasi. Avtomashina komfortlarini aytib o'taman, o'zingizga qizigancha polosa ushlash rejimlari, samotarmajeni, голосовой, video registrator, 360 kamera, eko normal sport smart rejimlari, avto hol, беспроводной зарядка, холодильник, обогрев сидений, Sportivniy sideniya ekan. shunaqa sportivniy. Mana ushlaganingizda poygalar bo'lardi desangiz, bali dedim, nima deydi, o'shanaqa poygalar bo'lardi. Ha. O'shani astishinasini beradi o'tirgan paytingiz. Sportkarlar beradi. Shunaqa beradi sportkarni. O'zi ovozini eshitamiz. Avtomashinamiz qizdi. O'zgardi birdaniga. Da. Motor Popcorn qo'yilganmi yo zavodskoy menda aka bu? Zavodskoy. Zavodskoy popcorn. Shunaqa zavod tomonidan shunaqa. Yo'q, bu narsa zavod tomonidan nima tomonidan yaylardan so'ralgan. Ha. Bu nima qilinmaydi. Ruxsat oldi. Qayta jihoz emas. Qayta jihozga o'tmaydi. Yo'q, qayta jihozga o'tmaydi, chunki zavod tomonidan qilingan. Ha. Bizda mijozlarimizga tushuntirganmiz. Bu narsani. Ha, mashinamiz qayerga kelganini jaylarga aytishgan, Ha. ko'rishgan, u qo'shimcha jihoz emas bu. Xo'p, rasxod qanaqa mashina? Rasxodi, qarang, rasxodni 7 ta rasxod qiladi. Puli nechi pul aka? Ha? Puli narxi Xo'sh, qarang, 319.900 narxi. 320 ekanda. 320 Univeni, sportivnisini emas, oddiy sedan haydayman deganlar uchun klassik varianti bor. Xo'p. 327 buni. U qimmatmi? U qimmatroq. Nimaga qimmat? Bu qimmat bo'lishi Выхлопной. Endi shunaqa chiqargan bilmasam. Qarang, farqlarini aytib o'taman. Ha. Orqa выхлоп 4 ta emas, 2 ta unda. Klassik variantda. Ha. Salon ishlari oranj emas, qora. Ha. Xo'sh, keyin oldida abduf bo'ladi unda. Orqada subwoofer bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu farq. 3 ta bunda 4 ta yo'q, narsa. o'sha abduf Yo'q, yo'q bunda. abduf bilan subwoofer bunda yo'q. Shuni hisobiga ekanda. Ikkita farq bilan farq qiladi. Qolgan narsasi bir xil. To'lov turlari qanaqa bunda? To'lov turlari, hozir aytib o'tdik, to'lov turlari bir xil. Bir xil hamma mashinalarga. Xohlagan ranglardan bornal ichida. Xohlasalar, mana bu oranjvin qora rangligi, shu rangda, mana bu oranj emas, qora ko'rinmaydigan lentasi. Chiqarib beramiz. Avtomashinadan, xo'sh, pozitsiyasidan, rangidan umuman muammo yo'q. Boshqa viloyatdan bo'lsalar, yaxshi taklif, boshqa dilerlar aytmagan taklif qilib beraman. Ayting endi, mana bonusni ayting aka. Xo'p, bonusni ham aytaman, buni ham aytaman. Ha. Boshqa viloyatdan bo'lgan mijozlar uchun o'zimizga telefon qilib, masalan, shu mashina olmoqchilar, pozitsiyasini biladilar, modelini biladilar. Masalan, Unity'ni qora full pozitsiyasidan olmoqchilar. Pasport tashishadi bizga, pasport yuborishsin. Xo'p. Shartnoma qilib beraman, onlayn shartnoma qilib beraman. O'zlari turgan viloyatdan ishlarini bitirib beraman o'zim. Yo'q, Ha, o'zlari turgan viloyatdan ishlarini bitirib beraman. Xohlasalar mashinani evakuator bilan yuboraman. Kelishlari shart emas Yo'q. ekanda. Shu aytilgan bonuslar bilan xohlasalar yuboraman mashinani, xohlasalar kelib o'zlari olib ketadi. Yarim haq bering. Trening xizmatichi? Bor trening xizmati. O'zlari mashinalari bo'lsa olib kelishadi, hisoblab olamiz, bo'lmasa yo'q. Test drive bor, mana ko'chada. Shuncha imkoniyat. Yana nima qilish kerak? Bonus nimalar bor aka? Bonus oxirida aytamiz, biz Oxiri video emasmi hali? qiziq qolmaydi, yo'q. Yana Qarang, nima yana men tushunmayapman-da xalqqa. Nima kerak? Mировой rekord ko'rsatdim. Jahonda turibdi. Eng yuqori, masalan, Toyota tenglashtirma deyishlari mumkin-da. Changani tenglashtirma bu mashinalar bilan deyishlari mumkin. Statistikani o'zingiz ko'rdingiz. Shunaqa. Dunyoda chiqqan. 7-o'rinda. 7-o'rinda turibdi. Ha. O'sha mashina diler bo'lgan o'zimizda ofitsialni. O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Xo'sh, qulayliklar bor, рассрочка bor. Sifatni umuman xavotir olish kerak emas. Zapchas bor. Zapchas bor. Ekonomishniy. Shunaqa Narxi yuboraman. arzon. Narxi arzon. Bunaqa markalar emas. Boshqa
brendlar bilan Shu kabina markalari. bor. Narxi ularga nisbatan sifat jihatdan arzon. Rasxod ko'p qilmaydi, motorlarga garantiya, hammasiga garantiya beriladi. Bitta kelishlari ham shart emas. Telefon raqamiga bog'lanib, pasport Kelishi ham tashishadi, shart emas. pasport tashishadi. Xo'sh, o'zlari turgan, masalan, Qarshidan bo'lsalar, Qarshidan bitirib beraman ishlarini. Xohlasalar mashinani olib ketadilar, kelib, xohlasalar evakuator bilan yuboraman o'zlariga. Toshkentdan bo'lsalar, Toshkentdan bitirib beraman ishlarini. Hech narsa hech kim bilan gaplashmaydilar. Boradilar. Xorazm bo'lsa Xorazmdan. Farqi yo'q. Qoraqalpoq bo'lsa Qoraqalpoq, Farg'ona Andijon bo'lsa Farg'ona Andijonga yetkazib beraman. Gap yo'q lekin. Xo'sh, pasport tashlaydilar, shartnoma tashlab beraman. Qanaqa to'lov usuliga olmoqchilar, lokatsiya tashlab beraman. O'sha bizga chiqaradigan masalan banklarga borishadi, gaplashib qo'yilgan. O'zimizni tanishimiz bilan gaplashib qo'ygan, borilgan, tushuntiradi mana shu. Men tashlab bergan grafikni ko'rsatadilar, mana shunaqa qilib chiqarib berish kerak ekan deb aytadilar. Men aytib qo'ygan bo'laman. Bo'ldi. Borib 1 soatda ishlarini bitiradilar. Xohlasalar keyin mashinani olib ketyaptilar, xohlasalar o'zimiz yetkazib beryapmiz. Yana nima qulaylik kerak? Bosib yuborish kerak ekanda, bunaqa Rahmat sizga, imkoniyatdan rahmat. foydalanib. Uylab turishlarining foydasi yo'q. Ha, solishtirib. Bu mashinani olsam surishtirib. erta brend Xitoy ekan, bu mashinani olsam ertaga buzilib qolsa-chi, zapchast topolmasam-chi, hammasini ochiq oydin ko'rsatdim aka. Zapchast yo'q mashinalarda ham olayotishibdi-ku. Ha, shunaqa endi tushungan tushunadi aka. Hozir ana xarakteristika bilan, statistika bilan barchasini ko'rsatib o'tdim. Brendni sifatidan umuman xavotir olish kerak emas. Zapchast bor o'zimizda, xo'sh, qanaqa qulaylik bo'lsa yaratib beramiz. Bonuslari: parok, radiator setka, polik, tonirovka, qo'shimchasiga kartrizachda ham qilib beraman. Yana nima kerak? Qo'yil lekin. Yana nima o'z? Hamma narsa bo'ldi-da. Mashina menimcha Qoldi, benzin benzin. qoldi. Ha. Kelishsin, Uni ham qilib berasiz. o'zlarining viloyatlaridan bitirib beraman. Masalan, o'zlarining viloyatlaridan bitirib beraman. Mashinani olib ketishga o'zlari kelsin, polni bak ham qo'yib beraman. Qo'yil lekin. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak do'stlar. Sizga ham Menimcha endi ko'p yaqin bordik. Bonuslarga. Ha, mijozlarga ko'p yaqin bordik. Endi menimcha bitta kelib olib ketish qoldi mashinani. Bitta choyxona qilib berasiz endi aka kelganda. Bo'ldi, yaxshi buxorochi osh. Ha. Siz nomingizdan kelishadi. O'zimga o'tkazsa qilib beraman. Gap yo'q aka. Ma'lumotlar uchun, bonuslar uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman aka siz bilan ham. Telefon raqamlariga murojaat qilishsin. Manzilni bitta aytib ketsangiz aka. Manzil qarang, Buxoro viloyatini biladiganlar, Karvon chorrahadan Guliston mosti ketmasdan, Qarshi klubga ketmasdan. Xorazmdan keladiganlar to'g'ri Karvon chorrahadan to'g'ri o'tishadi. O'ng qo'lda rezidensiyani to'g'risida. Prezident dachasini urib borasiz. Shunaqa, Viloyat rezidensiya. avtositida. Bular avtosiyda kelishadi. Keyin oldidagi Changan, birinchi Changan. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Rahmat.